Dangasa, quyon va mehnatkash toshbaqaning musobaqasi. O'rmonlarning birida bir dangasa quyon yashar ekan. Butun yoz mehnat qilmasdan topgani bilan kun kechirar ekan. Qish g'amini yemas ekan. Go'zal va quyoshli kunlar tugabdi. Qish kelibdi. Quyon sovuq kunlarda sovqota boshlabdi. Uyda ham yegani hech narsasi yo'q ekan. Qorni juda och qapti. Kechga yaqin do'stlari esiga tushibdi. Dastlab Olmaxonning uyiga boribdi. Eshigini taqillatibdi. "Sevimli do'stim Olmaxon, shu oqshom meni uyingda mehmon qila olasanmi?" debdi. "Albatta, marhamat", debdi Olmaxon. Quyon uning uyasida yashay boshlabdi. Olmaxon har kuni yemish izlagani ketar va juda toliqar ekan. Quyon esa eski odatini tashlamabdi. Hatto Olmaxon topib kelgan ne'matlarni dasturxonga ham tortiq qilmas ekan. "Men mehmonman", deb qorni to'yguncha yotib olar ekan. Olmaxon bu ishdan qattiq norozi bo'libdi. Uyini boshqa yerga ko'chiribdi. Quyonga qiyo ham boqmabdi. Dangasa quyon menga Olmaxon yemish olib keladi deb kutaveribdi. Oxiri uning kelmasligini tushunib, maymunnikiga yo'l olibdi. "Birodarim maymun, bu oqshom meni mehmon qila olasanmi?" debdi. "Mayli, marhamat qil", debdi maymun. Quyon maymunnikida kunlab mehmon bo'libdi. U olib kelgan sabzlarni yeb, cho'g'ini kamaytira boshlabdi. Maymun quyonning dangasaligiga achchiqlanar, lekin biron narsa deb e'tiroz bildira olmas ekan. Keyin u ham uyini boshqa joyga ko'chiribdi. Aziz bolajonlar, ushbu ertak sizga yoqayotgan bo'lsa, davomini Do'stlik tuman axborot kutubxona markaziga kelib o'qishingiz mumkin.